Assalomu alaykum aka-ukalar, opa-singillar. Bugun yaxshi yangiligim bor. Ya'ni qanaqa yangilik? Germaniyadan ish chiqyapti. Germaniyadan va Gollandiyadan, Niderlandiyadan ish chiqyapti. Shu haqida ma'lumot berib o'taman. Qaysi kompaniya jo'natadi, qaysi kompaniya bepul jo'natadi, pul olmaydi. Eng asosiysi hech kimga komissiya to'lamaysiz. Hech kimga pul to'lamaysiz. Primoy borib gaplashasiz, ya'ni оформить bo'lasiz va ishga borasiz. Bu uchun nima qilish kerak? Video boshlamasdan oldin videoni o'sha do'stlarga jo'natib qo'yamiz. Bitta like bosamiz. Kommentariyaga o'sha kompaniyani ismini yoki Telegram kanalini xohlasangiz yozib qo'ying. Bepul ish yo bo'lmasa bir kompaniya deb biror bir yaxshi so'z yozsangiz ham men ответiga sizga o'shani sразу silkasini tashlab beraman. Telegram kanalini silkasini tashlab beraman. Bu описаниеda ham qoldiriladi, kommentariyada ham qoldiriladi va kommentariy yozganlarga har bittasiga tashlab ham beraman. O'sha faqatgina kommentariyaga tashlab bermay, adashib yana menga lichkaga yozib qo'ymaysizlar. Lichkaga bu haqda javob berilmaydi. Chunki hamma bu kompaniya haqida tegishli bo'lgan hamma ma'lumotlarni, hamma narsalarni nimalar kerak emas, hamma narsasini tushuntirib o'taman videoda. Faqat videoni oxirigacha ko'rishingiz kerak bo'ladi. Va o'zingizga yaxshi bo'ladi. O'zingiz ham vaqtingizni ekonom qilasiz, meni ham vaqtimni ekonom qilasiz. Xullas, videoni boshlaymiz bo'lmasa. Bu kompaniyani men qaydan bilaman? Bu kompaniya Polsha kompaniyasi, lekin o'zlari chet elda, ya'ni chet el ham qanaqa? Mana bu Polshadan tashqari bo'lgan Germaniya, Bolgariya emas. Germaniya, Gollandiya, ya'ni Gollandiya, Niderlandiya ikkalasi bitta. Germaniya, Gollandiya, xo'p, undan keyin Belgiya va shunga o'xshagan yaxshi birinchi darajali rivojlangan davlatlarga, Yevropaning birinchi darajali davlatlariga ishga jo'natadi va eng qizig'i, sizdan hech qanaqa komissiya olmaydi. Men buni qayerdan bilaman? Chunki o'zim xuddi shu kompaniyaga xabarlaringiz bo'lsa agar o'tgan yili Germaniyaga men 2 oy ishlaganimda xuddi mana shu kompaniya orqali borganman, lekin men borgan paytim через посредник borganman. Через посредник ham qanaqa? Через посредникka men pul berganman. Bu pul olgan odam meni shu kompaniyaga joylab, shu yerdan gaplashib berib, meni o'sha yerga ishga jo'natgan. Va xabarlaringiz bor, 2 oy yaxshi ishladim. 2 oydan keyin u yerdagi Germaniyani menejer bilan, Germaniyadagi ish beruvchimizni, o'sha ish boshqaruvchi bilan kelisha olmay qoldim va ishdan o'zim bo'shab chiqib ketdim. Chiqib ketgandan keyin u yerda meni 1 oyligim emas, bir 20 kunligim bor edi. Uni birdan chiqib ketganingizga bermaydi. Lekin men qo'rqmasdan chiqib ketdim, chunki bilaman kompaniya ishonarli, aniq, chotki. Chiqib ketdim, uyga bordim. Uyga borgandan keyin 15 kundan keyin oyligim kartamga tushdi. Shu uchun sizda hech kim kedat qilmaydi, sizda hech kim komissiya olmaydi. Eng qizig'i, pulingiz qolib ketmaydi bu kompaniyaga. Qaydan bilaman? Chunki o'zim boshimdan o'tgan, o'zim pulimni olganman, hammasini tiyinigacha, hech qanaqa muammo yo'q. Eng zo'r varianti, hozir bu kompaniyaga siz birorta odam orqali boraman desangiz agar, har bitta bu ishni olib bergan odam har bir kishidan 200 euro, 250 eurodan pul oladi. Bu hozir men aytgan narsa mutlaqo bepul. Men topib beryapman sizga. Lekin siz menga ham, mendan boshqasiga ham va kompaniyaning o'ziga ham hech qanaqa pul to'lamaysiz. Borish ham shart emas. Prosta Telegramdan aloqa chiqasiz, Telegram, WhatsAppdan aloqa chiqasiz, gaplashasiz, hujjatlaringizni tashlab berasiz. Sizga ular shu anketa tashlab beradi. Anketani siz to'ldirib jo'natasiz ularga. Bir-birlaringizga to'g'ri kelsangiz, ular aytadi, "Mana shunaqa ishimiz bor. Senga to'g'ri keladimi?" deydi. Pullarni, oyliklarni gaplashadi. Bir-birlaringizga to'g'ri kelgandan keyin ular sizga aytadi, "Shunaqa hujjatlarni tashlaysiz, оформление qiladi." Xullas sizga adresni beradi, siz o'sha adresga borasiz. Birinchi adresni berishdan oldin ish beruvchi bilan sizni gaplashtiradi, ish beruvchi bilan gaplashasiz. Gaplashganingizdan keyin ish beruvchi sizga adres tashlab beradi, siz o'sha joyga borib ishga kirib, ishni boshlaysiz. Xullas, bu kompaniyaga qanaqa ishlar bor? Danli moment men hozir bugun ko'rganim, ertalabdan menga 3 ta vakansiya ko'rdim Telegram gruppasiga. Bu yerda qanaqa vakansiyalar bor edi? Malyar, ya'ni ichki ishlarga, mana unaqa bo'yoq ishlari, shpakulyovka, shkaturka, shunaqa ichki ishlariga 4 kishi kerak dedi. Eng kam minimalkasi 2400 dan boshlanadi dedi. Eng kamida 2400 dan boshlanadi. Yana dedi, ob'yomni olib, yana bu oylikni ko'paytirib olsa bo'ladi dedi. Ikkinchi ishimiz krovelchi, ya'ni tom ustalari kerak dedi. Tom ustalari ham yaxshi oylik ko'rsatilgan, o'rgan 2000-2400 dan ziyodini aytilgan. Bu ishni bu ish ham Germaniyaga aytilgan. Uchinchi ishimiz eng qizig'i Gollandiyada bo'lgan. Gollandiyada 7 kishiga odam kerak degan. 7 kishi Gollandiyaga nima ish qilish kerak? Gollandiyaga men tushunishim bo'yicha telefon ularni o'rnatish kerak ekan. Telefon stansiya nima dedi? Telefon antennalarini shunaqa o'rnatishga odam kerak ekan. Xuddi shunaqaga 7 kishi odam kerak degan. Bu yerda ya'ni har xil davlat fuqarolarini oladi.
Bu siz men gruppa tashlab qo'yaman. Gruppaga kirganingizdan keyin o'sha kanalga Telegram kanalga kirganingizdan keyin u yerda ishlarni e'lon qiladi. Ish e'lon qilganda qaraysiz, o'sha tepasida bayroqlar bor. Qaysi davlatni ishchisini, qaysi davlatning fuqarosini olmoqchi bo'lsa, o'sha davlatning bayrog'ini qo'yib qo'yadi tepada. O'sha vakansiya tashlagandan. O'sha yerda qarasangiz, agar sizga tegishli bo'lgan davlatning bayrog'i bo'lsa, agar siz sirazi aloqaga chiqib o'shalar bilan gaplashsangiz bo'ladi. Agar o'sha bayroq bo'lmasa, yana bitta narsa bor, tochka, dumaloq tochka bor, yashil, zangori tochka qo'yiladi. Bu nima degani? Bu degani любой davlatning fuqarosini ishga qabul qiladi degani. Agar zilyon bironta bayroq bo'lmasa, faqat ziloniy dumaloq tochka bo'lsa agar, bu degani любой davlatning fuqarosini ishga olamiz degani. Shu uchun любой davlatning fuqarosi ishga kirsa bo'ladi. Bu yerga nimalar kerak bo'ladi sizga? Ishga kirishingiz uchun, sizni любой Yevropa davlatlarini yo vizasi kerak bo'ladi, yo bo'lmasa любой Yevropa davlatlarini VNJsi kerak bo'ladi. Mana shular bo'lsa agar bo'ldi, ishga oladi. Sizni turistik viza bilan ishga olmaydi. Eng asosiysi turistik viza bilan ishga olmaydi. Keyin nelegal qolib ketgan bo'lsangiz ishga olmaydi. Siraz aytib qo'y, o'zingizni ham vaqtingizni yo'qotmang, ularni ham vaqtini yo'qotmang. Bekor o'zingizni vaqtingizni bekorga yo'q qilmang. Xullas turistikni qabul qilmaydi. Undan keyin nelegal bo'lib qolganlarni, sirovga o'tganlarnikini qabul qilmaydi. Keyin hamma hujjati bo'lib turib, lekin vizasini sirovga o'tgan, lekin karta pobitaga topshirgan, lekin karta pobitasi chiqmagan, qizil pechati bo'lsa agar, ularni ham qabul qilmaydi. Buni ham aytib qo'yasiz sirazi. Xo'p, nima uchun bularni qabul qilmaydi? Sababi siz Germaniyaga borasiz, o'rtaga Germaniyaga kirishingizdan oldin sizni proverkadan o'tadi. U yerga hozir Germaniyaga sal tekshiruv kuchaytirilgan. Har bitta o'sha Polshadan Germaniyaga o'tayotgan paytda sizni yo'lga kontrol qiladi. Shuning uchun bu kontrolga tushib qolsangiz agar o'zingizga qiyin bo'ladi, deport qilib yuborishi mumkin. Shuning uchun hujjatsiz aka-ukalar, opa-singillar, hozircha ayollarga ish yo'q. Hujjatsiz aka-ukalarimiz bo'lsa agar, iltimos sizlar harakat qilib u taraflarga olib borishlaringiz shart emas. Polshada yuraveringizlar agar yerga yurgan bo'lsangiz agar. Xo'p, undan keyin hamma narsani tushuntirib o'tdim, kerakli hujjatlarni tushuntirib o'tdim. Sizlarga vakansiya haqida ma'lumot berdim. Yana bundan keyin har kun bu yerda yangi vakansiyalar qo'yilib boriladi. Har xil ishlar qo'yilib boriladi. Kuzatib borsangiz, o'zingiz obuna bo'lib qo'ysangiz bu kanalga, hamma ma'lumotni o'zingiz o'sha yerdan olib, o'zlaridan aloqaga chiqib, hamma ma'lumotni o'zlaridan olsangiz bo'ladi. Bu uchun meni o'zimga hech kimga yozish mumkin emas. Men bu yerda aralashmayman. Bu yerda men hech qanaqa pul ishlamayman. Menga hech qanaqa pul qolmaydi, menga hech qanaqa pul bermaysiz. Va bu haqda men ma'lumot ham bera olmayman. Nimaga ma'lumot bera olmayman? Chunki men o'rtaga aralashmayman sizlar bilan ularning o'rtasiga. Men faqat tavsiya qilyapman xolos. Bular meni anomdan o'tgan, spotdan o'tgan, ya'ni tekshirilgan, qanday tekshirilgan? Boya aytganda o'zim ishlaganman, oyligimni 100% olganman, pulim qolib ketmagan. Shuning uchun bemalol harakat qilib ishlasangiz bo'ladi. Videoga like bosamiz, do'stlarga jo'natib qo'yamiz. Kimga savol bo'lsa kommentariyaga yozamiz. O'sha ish haqida ham nima desam, o'sha kompaniyani Telegram kanalining linki kerak bo'lsa agar, o'sha kommentariyaga yozib qo'ysangiz, kompaniya yoki link deb yozib qo'ysangiz, men sirazi o'sha kommentariyangizga javobini, o'sha kompaniyaning linkini tashlab qo'yaman va undan tashqari videoni opsiyasida ham, kommentariyasida ham o'sha linki qoldiriladi. O'sha yerdan bemalol o'tib aloqaga chiqib, ular bilan gaplashib, ishingizni kelishib, borib ishlab, yaxshigina pul ishlab olsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat, salomat bo'lingizlar.